Bir necha kundan beri internetda samoda 28 fevral kuni sayyoralar paradi o'tkazilishi bo'yicha eshitdim va shu kundan beri tinchim yo'qoldi. Uydagilar mana shu astronomik hodisani ko'ramiz deb holijonimga qo'ygani yo'q. Sabr qilsangiz aeroportga borib samolyotda uchish qo'nishini ko'rib kelamiz desam, unga ham vaqt topiladi. Hozir sayyoralarni ko'raylik deb meni uydan olib chiqib ketishdi. Shu jasadingga tomda nima bor ekan deb o'ylayapsizmi? Lekin farzandlaringizning kichikmi kattami orzusi amalga oshishi uchun hatto o'zingizdan ham ketishga majbur bo'lakansiz. Ha, bekitmayman, kun sovuq, ozroq sovuq o'tdi, lekin biz kutdik. Bulut ha deganda tarqamadi. Olmaning tagiga olma tushadi deganlardek Nurmuhammad tezda ishga kirishib ketdi. Bugun 28 fevral soat 18:45. Osmondagi oy zo'rg'a ko'rinyapti, sababi bulutlar ko'p. Havo sovuqroq bo'lgani uchun ustimga qalin kiyinib oldim. Ha, aytgancha, men bilan oila a'zolarim ham bor. Ularni qo'yarda qo'ymay shu yerga olib chiqdim. Meni ortimda g'arb, bu yerga quyosh botdi. Xavotir olmang, biz xavfsiz joydamiz. Meni tomosha qilishingiz mumkin. Ana parad. Samolyot ekan. Samoda ko'ringan narsa samolyot ekanligini bilgandan keyin Nurmuhammadning kayfiyati tushib ketdi. O'g'lim, siqilma, ozgina kutaylik, balki ko'rinib qolar deb yupatishga harakat qildim. Lekin ko'p o'tmasdan xuddi ustimizdan kulgandek yana bir samolyot uchib o'tdi. Bu orada esa Yangi hayot hamda Sergeli tumanlari o'rtasidan o'tgan chiroyli metro manzarasini tomosha qildik. Aka, Nurmuhammad aytgan aka meni katta o'g'lim Abdulloh, u bugun tasvirchi rolida. Afsuski, sovuqda shuncha kutganimizga yarasha natija bo'lmadi. Ko'rganimiz faqat quyuq bulut-u biroz jilmayib, mo'ralab turgan oy bo'ldi. ob-havo noqulay bo'ldi. Bulut tarqamadi-ku. Mayli, internetdan, televizordan ko'ramiz, ketdik.